Qo'ylarga birinchi tez yordam ko'rsatish qanday bo'ladi? Birinchi boqayotgan boquvchi akalarimiz nimalarga ahamiyat berish kerak? Ayni videomiz shu haqda. Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanali obunachilari, bizni kuzatayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlar. Xudo xolasa, bugungi syomkamiz o'zimizning xonadonimizda, neobычный usulda, hech kim qilmagan usulda videorolik tayyorlaganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Bugungi syomkamizda qo'ylarda kechayotgan hodisalarga, voqealarga qanday yechim berish kerak va nimalarga ahamiyat berish kerak va undan tashqari qanaqa ukol dorilardan foydalanish kerak. Xuddi shu haqida gaplashib o'tamiz. Videoda boshida aytib o'tib ketaman akalar, ko'rsatayotgan dorilarimiz hech qanday reklama emas, reklama asosida qilinmagan, o'zimizning xonadonimizda qilinayotgan dori-ukollar, lecheniyalar haqida gaplashib o'tamiz. Videoda boshida qaytarib o'taman, agarda qanaqadir xato kamchiliklar yoki bilmay gapirilgan gaplar uchun oldindan uzr so'raymiz. Videoda oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Kimgadir manzur keladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Endi hurmatli obunachilar, sizlarga hozir ko'rsatib o'tadigan narsa, mana shu qo'yimiz bitta ko'rsating. Mana o'zlaring ko'rib turishlaring mumkin. Mana shu holatda, ya'ni devor yalash holatlari ko'p kuzatiladi. Ko'pchilik qo'y boqadigan aka-ukalarimizda juda ko'p kuzatiladi va undan tashqari mana temirlarni bir ko'rsating. Mana shu temirlar masalan qo'ylarimiz g'ajish orqali mana shu kraskalar ko'chgan, mana shu holatlar ko'p kuzatiladi. Bu holatga nimalar qilishimiz kerak? Endi to'g'ri, devor yalash holatlari kalsiy yetishmovchiligidan kelib chiqadi, lekin devorda ham qanaqadir foydasi bor. Yemlardan olmayotgan elementini devordan olish mumkin, lekin zarari ham bor bu narsani. Shuning uchun hozir sizlarga ko'rsatadigan narsam bu ko'pchilik veterinariyada sotiladi, ya'ni kalsiy parashok sifatida qo'shib bo'ladi. Uni yemga qo'shib beriladigan bo'lsa, uzog'i bir hafta ichida mana shu holatlar kuzatilmaydi, ya'ni devor yalash holatlari kuzatilmaydi va ko'pchilik qo'y boqadigan aka-ukalarimiz ichida ham shu holat kuzatiladi, ya'ni jundiyish holatlari kuzatiladi, boshqa bo'ladi, lekin har doimiy ravishda qo'ylarimizning oxirida mana shunday elementlarga boy bo'lgan tuz toshlarimiz va veterinarlar sotadigan element, ya'ni vitaminlardan doimiy ravishda yemga qo'shib berish yoki mana shunday tuzlar yonida turishini sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Endi bunda masalan yemda olmagan elementlarni mana shu tuz orqali olishi kerak akalar. Xudo xolasa, undan tashqari qo'ylarimizga qilinadigan birinchi o'rinda olinganda bo'ladigan hodisa, ya'ni bo'kish holatlari ko'p kuzatiladi. Bu bo'kish holatiga qanday barham berishimiz kerak? Ya'ni qo'yimizda birinchi o'rinda istimasini o'lchashimiz kerak. Ya'ni 39,5 bo'ladigan, 39,5 dan 39 dan baland bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qo'yni vesiga qarab analgin dimidrol qo'llashimiz kerak. Analgin dimidroldan keyin mana shu aptekada sotadigan gastravit suyuqligi bor. Bu qo'ylarimizda ovqat hazmini yaxshilaydi, ishtahasini ochadi. Undan tashqari qo'ylarimizni ham ancha yetga yemini, ishtahasini ochishini yaxshilab beradi akalar. Birinchi o'rinda shu gastravitni berishga, undan tashqari chimirsin degan suyuqligimiz bor. Shu chimirsinni ham ichkizsa bo'laveradi. Bu qo'yni kilogrammiga qarab turib. Endi mana shu qo'ylarga 10 gram, 15 gramdan ichkizilaveradi. 70 kg, 60 kg atrofidagi qo'ylarga. Buni ham gastravitni ham 10 gram atrofida ichkiziladi. Undan tashqari malochniy kislota degan suyuqligi bor, mana ichimligi bor. Shuni ham qo'llasa bo'laveradi. Bu ham 10 gram, 15 gram atrofida beriladi. Qo'yni katta kichikligiga qarab turib, xuddi shu holat kuzatiladi. Endi ko'pchilik aytadi, qo'yni bo'kishiga chidasang boq, molni yeyishiga chidasang yo'q. Qo'yni o'lishiga chidasang boq, molni yeyishiga chidasang boq deyishgan, lekin berayotgan maslahatlarni bizga agar sizlarga qanaqadir aql o'rgatishga boshqa emas, lekin shu o'zimizning xonadonimizga kelib chiqqan holda gapirib o'tyapmiz va undan tashqari qo'ylarimizda qish kunlarida shu narsa kuzatiladiki, mana shu bitlash holatlari ko'p kuzatiladi. Bitlash holatlari nima qilishimiz kerak? Mana qo'ylarimizda mana juni to'kilish holati bo'ladi, yo bo'lmasa junini yalab olish holatlari, qashlanish holatlari ko'p kuzatiladi. Endi shuni nima qilishimiz kerak? Mana bu ivermek ukolini qo'ylarga 6 oyda bir marta qo'llab tursak, maqsadga ma'qul bo'ladi. Balki ichidagi ichki tashqi parazitlar bo'ladi. Qo'yni terisida masalan qo'tir, bit, kana, har xil ichida parazitlarga bo'ladi. Shularni to'kish uchun masalan ivermekdan foydalanamiz. Bu 50 kilogrammiga 1 gram teri ostiga yuboriladi. Undan tashqari albazen suyuqligi bor. Masalan, albazen suyuqligi bu ichak qurti, jigar qurti, shunga o'xshash ichki qurtlarga ichkiziladi. Bu 10 kilogramga 1 gram suyuqlik ichkiziladi och qoringa va 1 soatdan keyin beriladi. Undan tashqari shu aytganimdek
qo'ylarimiz bitlash holatiga, masalan, Novadus degan shu parashogimiz bor. Shu parashogni qo'ylarimizni ustiga, masalan, mana shu dum g'aza qismiga, ya'ni dumini mana shu joyiga ozgina va qo'ylarimiz yotadigan joylarga, burchaklarga chachib chiqadigan bo'lsak, bitlash holatlari kuzatilmaydi. Va undan tashqari qo'tir bo'ladi. Qo'tirga ham shu birinchi o'rinda evermay qilinadi va keyin mana bu joyda oltin gurt qo'tir malhami bor. Shu oltin gurt qo'tir malhamidan surkab qo'yiladi. Bir kunda 2 mahal surkiladi. Xudo xolosa yo'g'ib ketadi va undan tashqari eng zo'r dori bu oltin gurt hisoblanadi. Oltin gurtni ham qanday beriladi? Oltin gurtni yemiga 0,2 va 0,3% da qo'shib beriladi. Ya'ni masalan, mana shu bir qo'ra 7 ta 8 ta qo'yimiz bo'lsa, katta qo'ychiqorlar bo'ladigan bo'lsa, shularni yemiga bir choy qoshiq qo'shib beriladi oltin gurtni. Lekin ko'p beriladigan bo'lsa, zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Va undan tashqari qo'ylarimizni yo'taliga, masalan, Tiliazin 200 degan ukolimiz bor. Shuni ukol qilinadi. Masalan, mana shu qo'ylarimizga o'rtacha 3 gram, 4 gram atrofida qilindi. Mana bu qo'ylarimizga 5 gramdan Tiliazin ukolini qildik. Bu shamol yo'taliga. Va mana bu esa Nitox 200 ukoli. Bu Nitox shamollashga, har xil shamollashlar, burun oqishi, ko'z yoshlanishi, shunga o'xshash kasalliklarga mana shu Nitox ukoldan foydalanamiz. Undan tashqari yana qo'llanadigan, masalan, penistrip bor. Penistrip 20 penistrip 400. Bu penistrip 400 qanday holatda qo'llaniladi? Masalan, og'riq qoldiruvchi, qaltis vaziyatlarda qo'ylarga ham oz-moz qo'llasa bo'laveradi va hozirgi kunda ko'pchilikni qiynayotgan savol. Ya'ni qo'ylarimizda oyoq og'riq kasalliklari. Mana shu qo'yni ko'rsating. Masalan, mana shu qo'yda ham oz-mozda mana shu oyog'ini ko'tarib qo'yadi mana. Oz-ozdan ba'zida oyog'ini ko'tarib qo'yadi. Bu degani oyog'ini ichida o'sha oyog'ida tuyoq kasalligi yuzaga kelyapti va shu vaziyatni boshdan o'tkazyapti. Bunga nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda maragan so'pga yoki mana bunda medni kuporasi bor, vet aptekada sotiladigan. Mana shu shaklda bo'ladi. Masalan, mana shu ko'k shaklda bo'ladi. Tuyog'ini birinchi o'rinda iliq suvga yuvib olamiz. Tuyoqlarni ichini tozalab olamiz. Go'ngi, turpoq, boshqa namlikni tozalab olgan holda shu medni kuporasini 10 litrga 300 gram bo'ladi. O'shani tayyorlagan holda o'sha medni kuporasini chachiladi, yo'qmasa maragan so'pka bilan yuviladi tuyoqni va orqasidan oksvid sprey degan spreyimiz bor. O'shani chachiladi. Shu holatda bir kunda 3 mahal takrorlanadigan bo'lsa, qo'ylarimizning oyog'ida hech qanday kasalliklar yuzaga kelmaydi. Va ko'pchilik aytadiki, men qo'yim ishtahasi bo'lmayapti, boshqa deyishadi, lekin yemga kelmayapti. Nima qilsam bo'ladi degan obunachilarimiz uchun, masalan, mana bu gastravitni qo'yimizni kilogramga qarab turib 10 gram gastravitni 10 gram asidi-2 ni aralashtirgan holda qo'yimizni ichkizadigan bo'lsak, ichidagi ichak kasalliklari va ichaklar og'rig'i, shunga o'xshash ishtaha ochuvchi, shunga o'xshash kasalliklar, ya'ni orqada kelmay turish holatlariga mana shu asidi-2 bilan gastravitni aralashtirgan holda qilsak yaxshi bo'ladi. Va undan tashqari ko'pchilik nima vitamin qilsak bo'ladi deyishadi. Ya'ni qo'ylarimizni o'zgarish uchun birinchi o'rinda vitamin ham juda ham katta ahamiyat beradi. Birinchisi bu Butasal 100 degan vitaminimiz bor. Bu qo'ylarimizga kilogramga qarab qilinadi. Bu qo'ylarimizga o'rtacha 5 gramdan Butasal vitaminni qilganmiz va undan tashqari Myostage degan ukolimiz bor. Bu Myostage degan ukolda ham qilinadigan bo'lsa, yeyotgan ozuqasini badaniga singdirib berish uchun juda ham katta foyda beradi. Va ko'pchilik aytadiki, qo'yimizda shu holat kuzatilyaptiki, yemini oxirigacha yemayapti, yoki bo'lmasa burun yemni qoldiryapti. Endi balki yemni o'zgartirish kerakdir, boshqa qilish kerakdir, lekin qo'ylarimizga asosan pishirib bergandan ko'ra yorma qilib quruq bergan holatda yaxshi effekt beradi degan umiddaman. Nimaki taroziga kelgan joyida ham quruq yem yegan qo'ychiqor doimiy ravishda yutib chiqadi ekanlar. Undan tashqari qo'ylarimizda masalan hozirgi kunda ko'p kuzatilyapti. Qo'ylarimizda aylama bosh bo'lib qolish holatlari ko'p kuzatilyapti. Bu ya'ni qanday holat kuzatiladi? Mana shu qo'ylarimiz bir-biri bilan suzish oqibatida yoki mana bu yoshlikni orttirib olgan kasalliklar oqibatida mana shu qo'ylarimizda gangirbosh holati kuzatilyapti. Bu
nimadan kelib chiqadi? O'sha qo'ylar, masalan, qo'ylarda gangirbosh bo'lgan qo'yda miyasida qurt bo'ladi. Uni miyasini endi kallasini itga berish natijasida o'sha it parazit tarqatuvchi hisoblanadi. Parazit tarqatuvchi bo'ladi. Uni nima desa bo'ladi? Qo'yga, yaylovga axlat to'kish oqibatida, masalan, itlarda axlatini yangi o'sib chiqqan o'simlikni qo'y yeydi va o'sha parazit, chuvalchangi yoki parazitni qo'yga organizmga kirishi va keyinchalik rivojlanib miyasigacha borib, miyasini egallab oladi, aylanbosh holati kuzatiladi. Buning uchun nima qilamiz? Bunga oldini olish uchun qo'ylarimiz doimiy ravishda ivermeg ukoli hamda immunoparazitdan degan ukolimiz bor. Lekin buni tuzatish uchun birinchi o'rinda operatsiya qilmasak bo'lmaydi akalar. Miyadagi qurtni operatsiya qilib olish kerak. Va biz endi shu joygacha keldik. Xudo xolasa biz o'zimizning xonadonimizda qo'llanayotgan dori ukollar haqida bir qator ma'lumot berdik akalar. Xato kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, sizlardan oldindan uzr so'raymiz. Kimdir qanaqadir lecheniyalardan foydalansa, kommentariyga yozib ketinglar. Kimdirdir foyda bo'ladi, kim bilganlarga ma'lumot, bilmaganlarga yangilik hisobida o'tadi akalar. Xudo xolasa biz video syomkamizni shu joygacha tayyorladik. Endi qo'ldan kelgancha yoritib berdik degan umiddaman. Boshqa holatlar ko'p kuzatiladi akalar. Hap mana o'shaning uchun balonlik qo'yilgan. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar akalar.